Bismillahirrahmanirrahim. Ramazandagi taqvoligimiz, qalblarni uyg'otish va iymon etganlarga dunyoda baxt saodat, oxiratda nijotlik va'da qilish orqali mu'minlarni ilohiy buyruqlarning ig'irchiliklarini qabul qilishga undash Qur'on Karimning xosliqlaridandir. Bular va'dasiga xiloflik qilmaydigan Alloh tarafidan kelgan haq va'dalardir. Qur'on Karimning bu uslubini her bir ilahi buyruqda ko'rib olaymiz. Ramazon ro'zasini farz qilishmi buning sirtida emas albatta. Ushbu buyruq taqvolikni qo'lga keltirishdan iborat nafslar va qalblar talpinadigan oxiratlik bir g'oyaga da'vo bo'lib keldi. Bilinglarki, u taqvodorlar Alloh taologa uchrash uchun zinnatlangan bir bezakdir. Bu haqda Alloh taolo mundaq deydi: Ey müminler, günahlardan saklanışınlar üçün sizlerden ilgirkilerge, yani ilgirki ümmetlerge rozu farz kılınğandek sizlerge mi Ramazan rozusu farz kılındı. Bir kişinin günahlardan saklanğan takvadar bulalışı Allah'ın maksudini hem de evvelkilerge ve kiyinkilerge kılgan tavsiyesini asıl kılalışı nime degen büyük işe? Allah Teala'nın bunu ait isinizdimi mi? Sizlerden ilgili kitap verilgenlerge, yani Yahudiler ve Nasaralarga ve sizlerge Allah'a takvadarlık kılışını tavsiye kıldık. Allah Teala bizden ilgirkilerge takvalıkını tavsiye kılgını dek, ularga ve bizge birdek Ramazan roğusunu farz kıldı. Çünkü roğusu tutukçu bu tavsiye kılıngan takvalıkını kolga keltireleydi. Hasan Basri rahimahullah mundaq deydi: Allah bilan qasamki, bir ay Ramazan bizga farz qilingandek, bizdan ilgirki ummatlarga mo farz qilingan edi. Yuqorqi oyatdagi taqvo kalimasi al-viqoya degan yiltizdan kelib chiqqan bo'lib, qo'rqinchli yerlardan yoki sabablardan uzoq turish degan ma'nodadir. Shunga Alloh taologa taqvolik qilishdan maqsad Allah Teala çekilgen işlerden saklanış, buyurgan işlerini icra kılış bilen Allah'ın azabı sebep bulunduğun iş hareketlerden yirak duruş diyenliktir. Malum ki müfessirlerinin bazısı Allah Teala'nın "Ey müminler, günahlardan saklanışınlar üçün sizlerden ilgirkilerge, yani ilgirki ümmetlerge rozu farz kılınğandek sizlerge mu Ramazan rozusu farz kılındı" degan söz haqida mundaq deydi. Yani günah ma'siyatlardan saklanışınlar üçün demekçi. Günah ma'siyat keng ma'noda dünya ahiretning azabıga sebep bo'ladigan har qanday narsani o'z ichiga oladi. Musulmon kishi tutgan ro'zasi orqali nafslarni günah ma'siyatlardan cheklaydi va ikki dunyoda azobdan saqlanadi. Payg'ambar alayhissalom ro'za qalqondir degan. Yani ro'za quvdug'uchidir. Çünkü roza günahlarga sebep bo'lguchi havo havas va turli shahvatlarni yo'qotadiganlik uchun günahlardan qo'g'daydi. Kamil taqvodorlik bo'lsa, farz vojiblarni o'rindash, har turli harom qilingan ish va shubhilik narsalardan yiroq turish bilan birlikda mustahablarni qilish va makruhlardan qo'l uzishdir. Mana bu taqvodorlikning eng ustun darajasidir. Şu sebepten Kur'an-ı Kerim takvadorlarni her qandaq ishda eng to'g'ri yo'lga yetaklaydigan yo'l boshlovchi va rahbar qilindi. Darvaqa Qur'on Kerimning 5-dala Baqara surasining avvalgi oyatlarida bu kitob taqvodorlarning yetakchisidir deb sifatlendi. Shundaqla Qur'on Kerim yana qalblarimizni komil taqvodorlikka erishtirdi. Ey ro'zador qarindishim, Ramazanның sizga kamil taqvodorlik bag'ishlashi uchun ro'zingizni moddiy va ma'naviy xatoliklardan eng mukammal shaklda qo'g'dang. Umar ibn Abdul Aziz rahimahulloh mundaq deydi: Alloh taologa taqvodorlik qilish kunduzi ro'za tutish va kechalari qiyomda turish bilan bo'lmaydi. Balki Alloh taolo harom qilgan ishlarni tashlash va Alloh taolo farz qilgan ishlarni vaqtida ado qilish bilan bo'ladi. Kimki yuqorqilarga erishgandan keyin yana bir yaxshilikka muvaffaq qilingan bo'lsa, gul ustiga gul qo'ygandek bo'ladi.
Ramazan bajayiki taqvodorlikning yuqori martabalariga yetish uchun musobaqa qilishadigan bir maydondir. Gunohlardan saqlanishinglar uchun haqiqiy taqvodorlar Ramazonning kecha va kunduzlarini Allohga iymon etgan, ibodatida savob umid qilgan, nafsini hisobga tortgan holda o'tkazib qolmay, Ramazondan boshqa vaqtlardami amalni bekor qilib o'tadigan riyokorlik va o'z-o'zidan ajablanishdan iborat azob va jazoga sabab bo'ladigan ishlarda yiroq turib, ko'plab yaxshi amal qilib olish uchun nafsidan hisob olib turadi. Salaf solihlar taqvolikni haqiqiy mohiyati bilan yashaydi. Uning ma'no maqsadlarini bilib, hayotini shuning bilan o'tkazadi. Ularning taqvoligi ibodatlarga ruh bag'ishlaydi. Chunki taqvolik bilan qilingan har qanday bir ibodatning ruhi bor deb qaraydi. Namoz, roza, duo, zikr, tavba, zakat, haj, umra, jihad, savob umid qilish, ilm o'rganish va o'rgatish qatorliqlarning hammasining ruhi bo'lib, ular bu ruhni taqvodorlarni to'g'ri yo'lga yetaklovchi Qur'on Karimning ruhidan olgan edi. Shuningdek, ya'ni boshqa payg'ambarlarga vahiy qilgandek, emrimiz bo'yicha sana Qur'onni vahiy qildik. Sen vahiydan ilgari Qur'onning va iymonning nima ekanligini bilmayding. Lekin biz Qur'onni bir nur qildikki, uning bilan bandalarimizning xohlagan kishilarni hidoyat qilamiz. Shura 52-oyat. Kelinglar, taqvolikning haqiqatini o'zimizda hozirlaylik. Xuddi salaflar yashatgan taqvolikdek taqvolikni, balki u bizda Ramazonning ruhini yashatishi mumkin va balki uning bilan Ramazonning ma'nolarini yashashga muyassar bo'larmiz. Talq ibn Habib radhiyallohu anhu taqvolikning ruhini sharhlab mundaq deydi. Taqvolik degan Allohdan kelgan nurga tayinib, Allohga itoat qilgan holda u zotning savobini umid qilish va Allohdan kelgan nurga tayinib, Allohga osiylik qilishni tashlab, u zotning azobidan qo'rqishdir. Belg'u Ramazonda turibmiz. Boshqa vaqtlardami Allohning savobini umid qilib, itoat qilishimiz va azobidan qo'rqishimiz kerak. Qo'rqish bilan umid Allohning roziligiga elib boradigan chuqur qanotga o'xshaydi. Biz Ramazonda taqvolikning bu ma'nolarini o'zimizda hozir qilaylik. Abu Darda radhiyallohu anhu taqvolikning haqiqatini bayon qilib, bunday deydi. Taqvolik degan bandaning zarrachilik narsada bo'lsa-mu Rabbidan qo'rqishidir va o'zi bilan haromning o'rtasida bir parda hosil qilish uchun halol deb qaragan ba'zi narsalarni harom bo'lib qilishdan ansirab tark etishidir. Shubhisizki, Alloh taolo bandalarga bu dunyoda qilgan ishlarning natijasini oxiratda beradiganligini bayon qilib, bunday deydi. Kimki zarrachilik yaxshi ish qiladi ekan, uning mukofotini ko'radi. Kimki zarrachilik yomon ish qiladi ekan, uning jazosini tortadi. Shunga siz qilishga tegishli bo'lgan har qanday bir yaxshilikni va saqlanishga tegishli bo'lgan har qanday bir yomon ishni kichik sanamang. O'ylab baqdingizmi qarindishim? Taqvolik haqidagi bu inchki mulohiza haqida fikr yurgizdingizmi? Taqvolik eyda zehningizni yuqorqilar bilan mashg'ul qilishga hozirlandingizmi? Shubhisizki bu zarrachilik narsalarda bo'lsa-mu, o'zini hisobga torta oladigan yuksak ruhga ehtiyojlidir. Unutmangki, har birimiz pat arada kichik sanagan zarrachilik amallarimizning mukofotini ko'ramiz va yoki jazosini tortamiz. Shunga biz Ramazonda taqvolikning ma'nolaridan bo'lgan bu ma'noni o'zimizda hozirlaylik. Maymun ibn Mihron rahimahulloh taqvo kishi o'z nafsidan hisob olishda bexilning o'z sherikidan hisob olishidanmi inchki hisob oladi degan ekan. Biz bu olimning so'zidan shuni tushunib olamizki, taqvolik qalbda qanchalik harakatlansa, uni nafslardan hisob olishga shunchalik harakatlantira oladi. Bir yil umringizdan bir oyni o'tgan yili qilgan ishlaringizdan o'zingizni hisobga tortish va kelar yilga tayyorlik qilish uchun ayrishingiz ko'p emasdir. Biz bu ma'noni Ramazondagi taqvoligimiz va ibodatlarimizning ma'nolariga qo'shaylik. Abu Hurayra radhiyallohu anhudan taqvolikning nima ekanligi so'ralganda, u savol so'rovchidan: "Aytqinchi, sen tikanlik yo'lini minib boqqanmi?" deb so'radi. U kishi javob berib, "Ha", dedi. Abu Hurayra:
sen shu yo'lda mangan vaqtingda qanday qilatding deb so'radi. Bu kishi tikanni ko'rgan vaqtimda ya boshqa bir tarafga burilatdim, ya atlab o'tib ketatdim va ya bo'lmasa u yo'lda yurishdan voz kechatdim deb javob berdi. Abu Hurayra mana bu taqvoliqdir deb javob berdi. Biz Ramazonda va boshqa vaqtlarda Allohga ishtiyoq bog'lab mangan yo'limizda har xil tikanlarga duch kelamiz. Ramazon u tikanlarni atlab o'tib ketish yoki boshqa tarafga burilib ketish borida tarbiyalanish uchun yaxshi bir fursatdir. Mana bu taqvoliqning yana bir ma'nosidirki, shoir Ibnul Mu'tazning aytganlariga ergishib, uni Ramazondagi ibodatlarimizga qo'shishga ehtiyojimiz bor. Kichik ya cho'ng gunohlarni tozalashing taqvoliqdir. Tikanlikda yurguchi bo'l, ko'rganidan azar qilur. Kichiklarga sal qarama, tog' davommu qumdin tutur. Ramazonda Allohga yaqinlashish va ro'za tutish bilan taqvoliqni qo'lga keltirish haromni tark etmay turib amalga oshmaydi. Ibn Rajab rahimahulloh bunday deydi. Har qanday vaqtda Alloh taolo harom qilgan yolg'onchilik, zulm qilish va insonlarga qon, mol va ya nom obro'y dushmanlik qilishga o'xshash qiliqlarni tark etmay turib, Ramazondan boshqa vaqtlarda mubah qilingan ishlarni tark etish bilanla Allohga yaqinlashgan bo'lmaydi. Shunga payg'ambar alayhissalom kimki yolg'on so'zlash va yolg'on bilan amal qilishni tark etmasa, Alloh taolaning u kishining yeydigan va ichadigan narsani tark etishiga ehtiyoji yo'qdir degan. Va yana bir hadisda aytganki, yeb ichmagangina ro'za tutgan bo'lmaydi. Shubhisizki, ro'za tutish behuda gap so'z va axloqsiz ish-harakatlardan saqlanish bilan bo'ladi. Sahihaynda Abu Hurayra radhiyallohu anhu Rasululloh sallallohu alayhi va sallamdan rivoyat qiladi-ki, ro'za bir qalqondir. Biringlar ro'za tutgan bo'lsa, sat gap qilmasin, fasiqlik qilmasin, vaqirab chaqirmasin. Agar biri uni tillasa yoki uning bilan tillashsa, men ro'zador desin. Hadisdagi qalqon kishini gunohga tushib qolishdan qo'g'daydigan va aybini yapadigan narsadir. Ey Alloh, sendan hidoyatni, taqvoliqni, iffetlik bo'lishni, behojatlikni, oshkora va yoshirin yerda o'zingdan qo'rqishni, shundaqla suyungan va g'azablangan vaqtlarda haqni so'zlashni so'raymiz. Amin.